Amerikada ham, Qirg'izistonda ham xazayni bitta. Bu mashina bunday aytganda Amerikada o'zi minib yurgan ekan. O'zimizni o'shli Qirg'izistonlik brat aka maxluq mordada Mercedes-Benz GLE va bu 350sidan maxluqidan 100% radnoy akrasda bez Carfax umuman kalte bunga ozgina bunday ham bo'lmagan bu mashinada. Ya'ni o'zini zavodskoy akraslari bilan mashina 80.000 mil probegligida olgan ekan. Amerikada o'zi minib yurgan ekan. Qirg'izistonda olib kelib, o'shda yurgisi kelibdi shekilli jigar. Ba'zi sabablarga ko'ra sotyapti. 2020-yilga 2 объемda turbina motorda benzinoviy albatta maksimalniy navorot jigar. Uzun zavodskoy diskalar, bu yerda panoramniy lyuk, 360 kamera, poroglar qaralgan, bez ключевойlar, silpoy zona va qarang ichini. Voy, eshak, kosmический корабльmi bu nima? Ichi elektronniy tablo, splashnoy monitori bilan tayda podsetka attenkasi beryapti. Va ichki salonlari sensorli media, беспроводной dozorniy klimat kontroli, hamma funksiyalar, EcoSport rejim, bu yerda richak, multirulli, pistol, sensorli va bu yerda podsvetkalari bilan va firmenniy akustika, video registratorlarning o'zi $250 video registrator, черный потолок, panoramniy lyuk, деревянный, натуральныйlar bilan плавающий rul, bu yerda память сиденья, плавающий сиденье, обдув подогрев сиденья, firmenniy akustika, bulmester, podsvetkalar bilan voy 2020-yilga GLE Mercedesini pasvorasini hojika. Oqaba, lekin radnoy akrasda o'zi olgan ekan Amerikada. Ya'ni 80.000 mil probegida olgan mashina yangi edi, qantidagi. Bitta ham kraska yo'q edi, men ham ehtiyot qildim dedi egasi. Ichlarini bitta ko'rib o'tamiz. Ichlari dahshat. O'zi ham bunday qaraganda amerikanslik bolalarga o'xshaydi. O'zimizning yurtdoshlar ekan. Mana bunday stoplarida LED. 4 matik, полный full matika, to'ro balonlari tortadi, joningiz qiynalmaydi qishlarda kunida, tevalargacha damagani chiqib qo'yganda, mashinani bosib yuborasiz. Sog' bo'ling.